Ismim Do'stov Nurbek. O'zinfocomda o'sha proyekt menejeri bo'lib ish faoliyati olib boraman. Ya'ni aqlli tuman tizimini o'sha bizning kompaniyamiz tomonidan ishlab chiqilgan. Aqlli tuman tizimi o'zi nimaga ishlab chiqildi? O'zbekiston Respublikasi Prezidentining o'sha 2026-yil 5-maydagi PQ1 sonli qarori asosida yo'lga qo'yildi. Albatta bu tizimni ishlab chiqish uchun bir qator vazirliklar, idoralarni ham, hamkor tashkilotlarni ham o'rni juda ham katta. Aqlli tizimida o'zingizlar ko'rdinglar, ya'ni 50 ga yaqin vazirlik va idoralarning axborot tizimlari integratsiya qilindi. Bundan asosiy maqsad kompleks bitta joyda ma'lumotlarni ko'rish va o'sha hokimlikda qoshida hokim va uning o'rinbosarlari ishtirokidagi bo'ladigan bajariladigan funksiyalarni hammasi o'sha tizimga olib kelingan. Bundan tashqari aqlli tuman tizimida o'sha murojaatlar qismi joriy etilgan. Murojaatlar qismida ham 10 ga yaqin tashkilotlarni, ya'ni kommunal tashkilotlarni kol markazlari integratsiya qilingan va kompleks o'sha bu hududda bo'layotgan murojaatlar soni, ularning yechimlari ko'rib chiqiladi. Bundan tashqari asosiy e'tibor o'sha aqlli tumanda xavfsizlik, ya'ni jinoyatchilikni oldini olishga qaratilgan yo'nalishlar, ijtimoiy sohalar, ekologiya, atrof muhiti holatlari, energetika ta'minoti tizimida, ya'ni gaz, svet, suv va xizmat ko'rsatish kompaniyalari, BSK boshqa servis kompaniyalari ma'lumotlari ko'rsatib o'tilgan. Undan tashqari eksport, import holatlari, hududning iqtisodiy holati bo'yicha ma'lumotlar va maktabgacha ta'lim, ya'ni bog'chalar, maktablar, ulardagi o'quvchilarning davomatlari to'g'risida ma'lumotlarni ko'rish mumkin. Bundan tashqari bizga yuqorida ma'lumot berishdi, ya'ni shu hududda agar birorta bir jinoyatchi bo'ladigan bo'lsa, masalan, Face ID orqali uni qayerda turganini aniqlash mumkin. Bu bo'yicha o'sha ichki ishlarning o'zini maxsus tizimi bor. Ya'ni qalqon tizimi, uni aynan ichki ishlar xodimini o'zlari nazorat qilib borishadi va o'sha ko'chalar, sayilgohlarda o'rnatilgan qo'riqlash xizmatini maxsus knopkalari bor. U orqali beriladigan ma'lumotlar hammasini o'sha ichki ishlar xodimlari o'zlari tomonidan nazorat qilinadi. Tizimga ulangan sun'iy intellekt haqida boya to'liqroq ma'lumot bergansiz. Sun'iy intellekt tahlil qilib beryapti raqamlarni. Misol uchun aytaylik, kunlik 35 ta jinoyat bor, uni bittasi maktabda, shunaqa ma'noda. Bu qanchalik ishonchli? Ishonchli tarafi qanday? Sun'iy intellekt biz boya aytdik, ya'ni 50 ga yaqin vazirlik va idoralarning tashkilotlari dedik. Bunda aynan ichki ishlar ham bor, moliya yoki energetika vazirligi. Sun'iy intellekt hozirgi kunda aynan ularning tizimidan ma'lumot olib ishlaydi. Ya'ni siz umumiy ma'lumotni bitta joyga olib kelish uchun sun'iy intellekt hozir faoliyat yurityapti. Ya'ni agar 112 tizimi bor, o'zingiz xabaringiz bor, 112 tizimida qanaqadir jinoyatchilik bo'yicha vizit tushadigan bo'lsa, u ham sun'iy intellektni tezkor panel orqali beriladi. Ya'ni qo'shimcha ravishda bu nimadan kelib chiqyapti? Hokim o'zini hududi bo'yicha bo'ladigan har qanday holatdan tezkorlik bilan xabar topsin. Bu qanaqadir jinoyat yoki yong'in bo'ldi yoki urush yoki boshqa holatlar bo'ldi, hokim xabarsiz, hokim 4 soat yoki 5 soatdan keyin aynan o'sha tumanni ichki ishlar xodimi kelib aytgandan keyin xabar topmasdan, o'sha vaqtda o'zida xabar topsin va ichki ishlar bilan doimiy kontaktda bo'lsin, nazoratga olishi uchun qilingan tizim. Hozir idora va tashkilotlar kiritgan ma'lumotlarni bu to'g'ridan-to'g'ri qabul qildi. Bu sun'iy intellektda gallyutsinatsiya bo'lmaydi, raqamlarni chalkashtirish bo'lmaydi. Yo'q, qanaqa informatsiya bo'lsa, o'shani imino chiqarib beradi. Prioritetiga qaraydi, aynan prioritetni qanaqa turibdi. Masalan, boya aytganimizdek, qayerdadir masalan daraxt kesilgan, lekin qayerdadir jinoyat sodir bo'lgan. Qaysi biri muhimroq? Muhimlik jihatini o'zi belgilab beradi. Ya'ni boya aytdikki, maktab bo'yicha analiz qiladi u, maktabda olyapti va maktab atrofida qanaqa holatlar bor. Ya'ni elektr ta'minotida uzilish bormi? Aynan bolalar yuradigan 500 metr atrofidagi bolalarga o'sha tok orqali sikat yetmasligi uchun birinchi ochratda shu prioritetni olyapti. Agar u yerda qanaqa DTP sodir bo'lgan bo'lsa, birinchi DTP pozitsiyasi bo'yicha olish, bu mashinaga yaqinlashmasin bolalar, maktabda atrofida doimiy divizioniya harakat bo'lgani uchun o'shanga qaratib beradi. Shunday ishlaydi. Ismim Do'stov Nurbek, O'zinfocomda ishlayman. Balandroq dona qilib aytib bering. Nimasi? Do'stov Nurbek Ne'matovich. O'zinfocom kompaniyasida proyekt menejeri bo'lib faoliyat yuritaman. Bu yoqda vaziyatlar markazida ham lavazimingiz bormi? Yo'q, bu yerda ishlamaymiz biz.
ko'payyapti? Zapis qilyapsiz ovozingizni. Nimaga ko'payyapti? Men o'ylaymanki, menimcha shu oilasida menimcha qanaqadir muammosi bo'lsa, shu yo'q. Shu zo'ravonlik kim qiladi? Bog'chapanmi? Betsaddagi opalar. Opalar. Shu menimcha oilasida bir qanaqadir muammo bo'lsa kerak deb o'ylayman. Yetishmovchilikdan odam qachon jahldor bo'ladi? Bir nima yetishmasa, to'g'rimi? Yoki pul yetishmasa, yoki oilasida qanaqadir muammosi bo'lsa, shu muammoni shu bog'cha bolalardan alamini olgan, shu, конечно, noto'g'ri. Hamma muammoni o'yga tashlab kelish kerak. Lekin bu zo'ravonlik ham psixически menimcha nosog'lom odamlar qilsa kerak. Chunki bolani yaxshi ko'rgan, o'zini kasbini yaxshi ko'rgan, o'zini bolasidek ko'rgan xodim, pedagog bunaqa qilmaydi. O'zini bolasidek qarash kerak bolaga. Aynan mana shu mavzuda aytmoqchi edim. Aytaylik, hamma sohada bor. Qayerdandir kelib qolgan xodimlar. Mana misol siz bu yerda mudirasiz. Ya'ni ishga olish masalasi, ishdan chiqarish masalasi, bu kontrol qilish masalasi siz bo'yingizda turadigan narsa. Agar shunaqa qanaqadir tizim misol uchun bo'lsa-da, misol uchun ishga olinayotganda sinov muddat bilan olinadi. Bu обязательно sinov muddat bilan olinadi. Lekin xodimlarni psixik jihatdan nazorat qiladigan narsa qanaqadir tezda shunga o'xshagan nimadir bo'lish o'zi qilish kerak. Qanchalik foyda? O'sha narsani qilish kerak menimcha. Misol xodim agressiyaga qanchalik chidamli, stressga qanchalik chidamli, test bolalarni qilish kerak, qanchalik yaxshi test ko'radi. qilish kerak. Bunaqa narsalar test qilish kerak menimcha. Baribir men kuzataman. Menda unaqa narsalar, unaqa vaziyatlar bo'lmagan. Lekin ishga olinayotganda hamma talablarni qo'yaman, o'zim shartnomaga kiritaman. Nozik narsalarni kiritaman. Srazu kafolat xati olaman ulardan, chunki уже anaqa bo'lib ishlaydi, ehtiyot bilan ishlaydi. Mana o'sha sizda tajriba borku, misol uchun yangi kelayotgan xodimni bolaga nisbatan mehrini bila olishi, misol bitta ko'rganda men sezaman, bilaman. To'g'rimi? Stressga qanchalik chidamliligini balki bilasiz. Qanaqa qilib tajribani misol o'rtoqlasha olasiz? Qanaqa qilib bilasiz misol uchun? Men kuzataman. Guruhda o'tiraman. Erinmasdan o'tiraman. Ovqat yedirishni ko'raman, bolalarni kutib olishini ko'raman, bolalarni прогулкаga olib chiqqanda, sayrga olib chiqqanda ular bilan qilayotgan muomalasini ko'raman. Bog'chamiz kichkina-ku, kompaktniy. Xonada o'tiradigan rahbar emasman. Har doim hamma narsaga qiziqib kirib, o'zimni ko'zim bilan ko'rib, noto'g'ri qilayotgan narsalarni o'rgatib, chunki hech kim institutdan bilag'on bo'lib chiqmaydi. Hammasiga tajriba kerak. O'sha tajribani ham biz tajribali vaspitatellarga biriktirib qo'yamiz. Bilmagan narsasini so'raydi, lekin men aytaman, ishga kirayotganda, ishga olayotganimda eng kerakli narsasi bolalarni yaxshi ko'rish. Qolgan narsani biz o'rgatib olamiz. Plan yozishi, mashg'ulotga o'tishi, qolgan hamma narsani это можно научить. A ребёнка любить, menimcha buni o'zidan bo'lish kerak-da. Bolalarni yaxshi ko'rib ishlasa, menimcha hech qachon hech qanaqa nizo chiqish kerak emas. Mana shu o'zingiz detsatingizni misolda ayta olasizmi? Nechta yosh xodim bor-da, misol uchun? Nechta yosh xodim bor? O'rganib ketmagan. Nechta professional bor? Professionallarim o'zi 7 ta gruppali tashkilot. 7 ta tarbiyachi, 7 ta tarbiyachi yordamchi. O'shandan 4 tasi menda tajribali. 3 tasi kecha bitirib kelgan qizlar. Ularning hali tajribasi yo'q. O'rgatib boryapmiz, usiz bo'lmaydi. Hamma narsani o'rgatamiz. Muomaladan tortib, kiyinish madaniyati, o'zini tutishi, bolalarga muomalasi, bolalarga munosabati, ovqatlantirish, qo'lini yuvishgacha o'rgatamiz. Biz o'zimiz, men o'zim kirib o'rgataman buni. Chunki men bunga erinmayman. O'zim bolalarim, nevaralarim qatorida bolalar bo'ldi. Hammasini o'sha men nevaralarimga qanaqa qarashardi, agarda anaqaga borishsa bog'chaga shunaqa qilib qarash kerak-da. Hammasi o'zini bolasidek qarasa, menimcha hech qanaqa bo'lmaydi. Siz mana shunaqa agressiv bog'cha bola bilan hech gaplashganmisiz? Gaplashganman, ko'rganman ham, bo'shatganman ham, bo'lgan. Sizni tajribasi bo'lgan. Bo'lgan, bu yerda bog'chada bo'lgan. Ha? Bo'ldimi? Gaplashib ketaveramiz. O'zi kerak ham tushib qolganmi? Keys qanaqa bo'lgan? Nima? O'sha bo'shatgan keys. Men ularga mehnat shartnomasini bekor qilganman za to, что u bolaga nisbatan zo'ravonlik qilmagan, bolalar yig'lab kelib boshlagan. Men urganini ko'rmaganman. Kamera bo'lgan bilan men смотрю, bolalar keladi-ku bog'chaga. O'sha kelganda xursand bo'lib kelsa, demak bog'chada atmosfera yaxshi. Agarda bog'chaga xohlamasdan kelsa, demak bitta bola emas,
bir nechtasi yig'lab keldi, bog'chaga kelgisi kelmadi. Shunda men уже o'zimga vывод qildim, что там нездоровая атмосфера. O'zingiz haqingizda ozgina gapirib, necha yillik tajribangiz bor, qayerda Men o'qigansiz? 76-yilda tug'ilganman, Toshkent shahrida. Tajriba? Pedinstitutda 4 ta fakultetda o'qiganman. Oligofrena pedagog, defektologiya, psixologiya, logopediya alohida o'qilgan и maktabgacha ta'lim. Har bitta yo'nalishni mutaxassisman. Shuning uchun men hamma narsani kontrol qila olaman. 34 yil stajim bor. Ovoz yoqordingmi muqaddam? Yoqdim, yoqdim. Bir ikki oz gapirib ko'rasizmi, ovoz tekshirib olaylik. Bog'chamizda 85-yil tashkil topgan. Bo'ladi. Слышно? Yozamiz. Tayyormisiz? Yozaveramizmi? Men bosib yubordim. Boshasiz bo'ladi. Ketdik. Gapiravering. Bizani tashkilotimiz 85-yil tashkil topgan. O'tgan yili biz remontni boshlaganimizda Murad Building tomonidan, homiylik tomonidan remont qilingandi. 40 yilligini nishonlamoqchi edik. Shu yangilanishi 40 yillikda yangi hayot berildi desa bo'ladi. Tashkilotimiz ancha eskirib qoluvdi, lekin hozirgi ko'rinishi zamonaviy, hamma bolaga sharoitlar juda qulay yaratilgan. Bu remontlarimiz Murad Building kompaniyasidan Hadyami? amalga oshirilgan sponsorskiy Homiylik homiylik orqali amalga oshirilgan. Juda ham hamma xursand, ota-onalar, bolajonlar, o'zimiz xodimlarimiz shunaqa chiroyli joylarda ishlayotganimizga hamma xursand. Hamma bog'chalar shunaqa ko'rinishda bo'lsa, juda ham chiroyli bo'lardi. bog'chani shu mana o'qitish, tarbiyalash davomida eng o'ziga boshqacha jihatlari nimada, misol uchun o'qitish tizimida? Qanaqa imkoniyatlar bor, misol uchun to'garaklar jihatdanmi? Mana hozir biza Qancha bolalar tahsil oladi shunaqa? bizani bog'chamiz o'zi 210 o'rinli. Mana hozir bugungi kunda 150 ta bo'ldik. 3 hafta bo'ldi ochilganimizga. Bolajonlar kelyapti. Biz hozir bog'cham tashkilotimizda yangi to'garaklar tashkil qildik. Futbol to'garagi, futbolni poli qurilganligi sababli biz shu to'garakni ochdik. Tekvando to'garagimiz bor. Keyin maktabga tayyorlash pochimujkamizni tashkil qildirdik, raqs va gimnastika. Shunaqa qulay sharoitlarda bolalarga bilim berish ham, to'garak xizmatlarini qilishga ham juda ham qulay sharoitlar yaratilgan. Ism, familiya? Meniki men Ubaydullayeva Sevara Baxtiyorovnaman. Direktor Mirzo Ulug'bek tumanining 556-tashkilotining direktoriman. 34 yil stajim bor. Shu sohani tanlaganman. Juda ham bolajonlarni yaxshi ko'raman. Shu ishimni ham yaxshi ko'raman.